Mini futbol bo'yicha Toshkent viloyati hokimi kubogi musobaqalari o'tkazilayotgani haqida avval xabar bergan edik. Unda viloyatdagi ko'plab tashkilot va korxonalar jamoalari murosasiz bahs olib bormoqda. Olimpiya tizimida o'tkazilayotgan musobaqaning chorak final uchrashuvlari bo'lib o'tdi. Xabaringiz bor, 1-avgustdan 15-avgustgacha sportning mini futbol turi bo'yicha korxona va tashkilotlar xodimlari o'rtasida tashkil etilgan Toshkent viloyati hokimi kubogi bahslariga start berilgan edi. Musobaqaning saralash bosqichlarida munosib ishtirok etgan viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasi hamda viloyat soliq qo'mitasi jamoalari musobaqaning 8dan 1 final bahslarida o'zaro to'qnash keldilar. Murosasiz ammo do'stona kechgan bahsda viloyat iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi 5-2 hisobida viloyat soliq qo'mitasi jamoasi ustidan ishonchli g'alabaga erishib, keyingi bosqichga yo'l oldi. Ushbu sport musobaqasida viloyatimizda 31 ta boshqarma jamoalari shakllantirilib, hozirda ushbu musobaqada 16 ta jamoa saralash bosqichlarida g'oliblikni qo'lga kiritib, keyingi bosqichga yo'llanma qo'lga kiritishdi. Ushbu musobaqalar bundan keyin ham o'tkazilishi belgilandi. Aynan viloyat hokimi kubogi sifatida o'tkazilishi viloyat tashkilotlariga motivatsiya bo'ldi desak ham yanglishmagan bo'lamiz. Aynan ushbu musobaqada viloyatimizda faoliyat yuritayotgan jami 300 dan oshiq boshqarma xodimlari faol ishtirok etishyapti. Biz kutgan natijadan ham yaxshiroq deb baholo olamiz. Sababi aynan musobaqani guruh bosqichlari va 1-8 o'yinlarida aynan boshqarma xodimlarini o'zlari kelib turib, o'zlarining jamoalarini qo'llab-quvvatlashi bu sportga bo'lgan e'tibor desak ham bo'ladi. Kunning ikkinchi o'yini esa Qishloq qurilish bank va din ishlari bo'yicha qo'mita Toshkent viloyati boshqarmasi vakillari o'rtasida bo'lib o'tdi. 4-3 hisobi qayd etilgan bahsda din ishlari bo'yicha qo'mitaning Toshkent viloyati jamoasining qo'li baland keldi. Din ishlari bo'yicha qo'mita boshqarmasi, viloyat boshqarmasi tashkil etilganiga 2 yil bo'ldi. Mana biz birinchi marotaba demak shu yerda sport musobaqasida qatnashyapmiz. Bu albatta o'sha tashkilotlar o'rtasida qandaydir do'stlik aloqalarini o'rnatish, undan tashqari asosiysi sog'lom turmush tarzini targ'ib etish nuqtai nazaridan demak juda chiroyli bo'lyapti. O'yinlarimiz juda ko'tarinki ruhda o'tyapti. Birinchi bosqichda biz transport boshqarmasi bilan o'ynadik va durang bo'lib qoldi. Oxirida demak o'sha penaltilar seriyasida 4-2 hisobda g'alaba qozondik. Mana ikkinchi bosqichdagi o'yinimiz demak Qishloq qurilish bank bilan bo'lyapti. Juda shiddatli o'yin bo'lyapti. Xursandmiz. Shu tadbirda iloji boricha birinchilikni olib, g'alabani qo'lga kiritmoqchimiz, niyatimiz shu. Bu kabi musobaqalarning o'tkazilishidan ko'zlangan asosiy maqsad tashkilot va korxonalarda mehnat faoliyatini olib borayotgan xodimlarning ishchanlik qobiliyatini oshirish, ular o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ular orasida do'stona muhitni shakllantirishdan iborat.